Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, sadaqa hadisiga doir 3-ma'lumotni bermoqchiman. Sadaqa hadisining 3-sabog'i shunday tushuntiriladi. Insonlar bandalarni foydasi uchun berilgan sadaqani zahiri toshiga qarab baho berish uchun yaratilganmiz. Tashqi ko'rinishga va sizga ma'qul yoqqan amallari dalil isbotiga asoslanib hukm qilishlariga ko'rona ishonamiz. Sizga yoqmaydigan amallarga ishonib aldanib qolmang. Bu siz salbiy baho bergan bandalar Alloh va payg'ambarlarini juda yaxshi ko'rishlarini qayerdan ham bilar edingiz. To'g'ri, biz narsalarning zahiri toshiga qarab hukm qilishga buyurilganmiz. Lekin tashqi ko'rinish sizni aldab qo'yishidan yirakroq bo'ling. Ba'zi gunohga qo'l urib qo'yganlar borki, ular Alloh va Rasulini yaxshi ko'radilar. Ba'zi siz tanigan dinni sotayotgan ko'plab odamlar bor, lekin ular shahvatlari g'olib kelgan, shaytonlari hukmronlik qilganlardir. Ularni nafaslariga yengilib qolganlar xolos, nafslarining yengilib qolganlar nafslariga. Imom Buxoriy Umar ibn Hattob raziyallohu anhu ushbu hodisni rivoyat qiladilar. Unda keltirishicha, Abdulloh ismli Ximor eshak laqabli, soyasi kichik, tanish bilishi yo'q bir odam bo'lib, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamlarni doim kuldirib yurar ekanlar. U xamir ichardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga 1 marta, 2 marta darra urdilar. U yana shaytonga yengilib ichib qo'yganida 3-marta ham darra urdilar. Qavmdan bir kishi, Allohim uni la'natlagin, uning keltirgan narsasi naqadar ko'p dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam, uni la'natlamanglar. Allohga qasamki, men uning Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishini bilaman dedilar. Qalblarda shunday sirlar borki, ular buzuq emas, balki Rabbidan to'silib qolgan. Xolos, ularni yaratgan yaxshi biladi. Bu gaplarim bilan gunohlarni himoya qilmoqchi emasman. Gunohkorlarni himoya qilmoqchi emasman. Faqat aytmoqchimanki, ularning qo'lidan tutib Alloh tomon boshlashga harakat qiling. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Studiyamga a'zo bo'lishni unutmang.